qiy-chuv, bugun puling bor, men ayol kishi bo'lib aytaman, mana hozirgi bizani yoshlarda, mani yoshimdagi 40 oralab qolgan mana shunaqa yoshda ko'pchilik ajrashib ketyapti. Nimaga? Chunki bemalol kafelarga chiqib, o'rtoqlari bilan qiy-chuv qilib yurish kerak u. Yonidagi dugonalari unga shu yo'lni ko'rsatgan aslida. Qara, biz maza qilyapmiz. Bu do'stlikmi bu bunga? Ayt, men ajrashib yuribman, yostig'im yarimta, har kuni ko'z yoshim bilan birga uxlayman. Qama bu eshitasan-da? Zerikasanda, xo'p bitta ikkita yoshlar kelib, 50 ga ham chiqar. 50 dan keyin yosh kelmaydi-ku. 50 dan keyin 50 yoshli bo'lish kerak. 50 yosh bilan u maza qilib yashaydimi, yo'qmi hali? 50 yoshlikning xotini bo'ladimi, ajrashgan bo'ladimi, o'lgan bo'ladimi, uni topib olishda ayting hali. Sog' bo'ladimi? Shuni aytaman-da. U yaraydimi hali unga erlik qilishga? U hamma narsaga yarasin deng, uni puli bo'lmasa-chi, uni qabul qilmaydi-ku bu. Do'sting ajrashmoqchi bo'lyaptimi, qaynona-qaynotasi bu qilyaptimi? Ya'ni yaxshilik, ezgulikka chorlaylar uni. O'zi siz ham ajrashib ketadigan odam-ku, do'st ko'ringan dushman ko'p hozir. Do'stning orqasida ko'ringan ilon ko'p. Hech qachon bilmaysan. O'lganingda nari dunyoda bilasan shu qilganini.